Demak, keling ustoz, ham so'z, ham soz deganlaridek yana bitta go'zal birorta asar eshitamiz talabalardan. Eshitamiz. Farruxjon ukamiz ikkinchi bosqich talabasi bu kishi. O'zi asli Qashqar rubobda mutaxassisliklari, gitarani ham chalib, mana ustozlarimiz qo'l ostlarida chalib kelyaptilar. Hozir bitta rubobda, bitta chiroyli. Bizning ayvon milliy o'zbek xalq kuylaridan bitta chalib bersalar. Marhamat. Doira jo'rlik. Demak, gitarani o'rnini hozir rubob egallaydi. Qashqar rubob milliy, o'zimiz milliy cholg'ular. Yuqorida aytganimizdek, ikkita asarda bemalol ijro qila olasiz. Demak, hozir qaysi asarni eshitamiz endi? Bizning ayvon. Bizning ayvon. O'zbek milliy xalq kuylaridan. Xo'p. Tamburchimiz doirachiga aylandi, gitarachimiz mana rubobchiga mana aylandi. yuqoridagi so'zning isboti bitta mutaxassis bir necha cholg'ularni bemalol Bilish kerak. bilishi. Qani ketdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir umuman mana shu san'atkorlarni, sozandalarni kuzatar ekanman. Doimo bir-biriga ham sozni chalishdan tashqari bir-biriga qarab, qanaqadir bir emotsiya bilan nimadir gaplashadi-da. Bular hozir ham e'tibor qildim. Aynan Qashqar rubobini chalayotgan Farruxjon mana akamiz bilan nimadir emotsiyalar. Bu nima? Bu nima bu? Ha? O'zaro so'zlashuv.